Qancha ovozda sovuq kelib ketmaydi aka? Men sovuqdan qo'rqmayman. Davomli qilin kirib yurdigan ishim bor. Uning ustiga bizlar yoshqa yo'g'dab, qirib qolganlar asosan zukamdab qoldigan. Siz tex yoshqa cho'ng emas deyman. Qirib ketdim men. O'zini issiq saqlaydi. Issiq turganga yetmay ekan aka. Bir kasallab qolsak bizning planlarimiz kun keyingi surilib ketgan emas. Shu. Tan sog'liq zo'r boylik ekan. Shumush oldida bir yerda bu Amroq mashinamning mashina muvozanat markazi. Shu yerda bo'lib qolarmi ekan bu issiqkam. Mashallamdiki ama. Mashinasini shu almashtirun desam Amroq mashinam mashin berdi, almaydig'ini men deb. Unmadi. Amroq mashinamni gongosa qildi deb mashin talab qilibdi. Mashin talab qilyapti. Yomon juma. Endi asta yangi mashin ammasi bu sizdek mehmonlarimizni biz saqlatib qo'yib. Mush oldidan bir qarab boqayman. O'sha turib o'tibdi. Bak to'g'rigan chiroy. Bu mashinasi yo'lda qo'yapti-da. O'zining o'rnini bildik-ku. Voy, aka. Qotoq bak turgilib qo'y. Nima ya? Voy. Tutulma. Yaxshimi? Qandaroq, Qadiljon? Ko'zayniki o'dilib ketib ko'may qapti aka. Ko'zaynigim Nima yaxshi emasdan. Boshqa mehmonni o'zingiz berib berib akilib, buni xotandan keldi deb buzay ketib. Bu sizlarga shundoq ko'rishman deb oldirab. Men mashinam davomli chiqmiş. Aziz mehmonlar bilan bek aziz bilan ko'rishim deganda turtaq chiqdilar. Bu mashin to'l kashila. Hozir yana buzilib ekan. Mashina aylasak may ketib emasmi? Chiqim bo'ldi. Ya. Mayga chidab og'am mashina. Lekin xel qimmat pullig'in og'am. Men mashinamdan yaqindan yaqin nim deydi. Ya bu Amroq mashinam bir mashina atbamidi. Adil akam bilan degan odam gongo qillar. Men rasullar bu mashina tashkil. Oshunda bir qilinglar bu mashin buzildi desam, ajab saturdika oldi. Ama canlılar yaxşı tanışmam emasmi? Oshundami? Mashin bir keltiranglar adash. Men bir olsam olay, men to'liq mashin buzildi deb programmaga menki chiqib qolvatam demiş qilib. Biz bunda aldırmay chiqsak o'ta qolsam sizga saqlab turib ketdik. Menga xijil bulab. Saqam asli vaqtida bek riayat qildi-ku. Mashinasi. Bizat bugun xotinni ishlarni kelmagansa, bugun xotinni ishlarni kelmagansa, Hazal bir qopsanlar 2 vatda işte. Ranglik degan ishlarni olamizlar. Nima sizlar bir sahnaga chiqqanda kostyum burlik kiyib qo'yadi? Hayır, jiborim bor. Jiborim bor. Odatga emas, men o'rtik kasam barg'im xonliklar tartibli ulardan o'g'lim. Oshnama? Alishmitlar. Voy, buldi. Ko'prak bir otdochilik qilib qo'yalsizmi? Adiljon. Buta. Voy, men kayfiyat. Men saqamning kayfiyatini o'xshayman. Siz kayfiyat deb bo'g'chaman, kayfiyatingizni o'xshaydigan tayyorlik qilmaysizmi? Oshnaq bir qilgan afkam. Adiljon akam, bir sho'x turib emasmisiz? Sho'xlamtimiz ha? Bir kayfiyat tanishamiz da shunda qilmay. Yagish o'ylandim. Yagish kichkina qalanglar bormi? Ba, chataq yo'q. Mayoq bir o'sidek bir narsani ko'rib qoldim ya men. Ko'rmasa? Mashina kari. Qanday o'ynasangiz yetadi. Bu amsi bir samoq tushutaydi. Sol sama degan bilak bunda. Usul. Sama degan boshqa. Sama degan boshqa. Shoh! Ostrutda ovozimda. Ha, ma'qul. Ovozda oysubuttimda. Ashtoq. Amina. Shunday kedi. Jelik beni tushuyotdi. Kelim ishdan bezda. Altında bir mora, altında bir mora, altında bir mora, altında bir mora. Başın migen çok kanla, çınlan kaldı ki dora. Başın migen çok kanla, çınlan kaldı ki dora. Tuzlaymam ya da, bu çökürem sen. Hey! Çınlan kaldı ki neden? Çınlan koluna ya. Çınlan kaldı ki neden? Çınlan koluna yerden. Oyunu kıldı koymam sen. Köngüm halıda. Şu emes mi?
Hey! Oynadığımda koymam sen. Gönlüm kalıgan yere. Ha? Yaraysan. Hey! Keyfiyat üşüyoruz. Ara. Üşüyoruz. Mümkün çıktı mı ne? Keyfiyat mıngı çıktı dedi. Persentten misal çıktı ola mı? Her vakit keyfiyatim mıngdı turdu. Ben şunu es qilmadim. Keyfiyat Gerçi Adilcanның işi birek bağım bolsun mu? Gör. Demin çıkan bolsa. Nimeye çıkan? Demin çıkan bolsa. Gerçi Adilcan demli şişik toşkan bolsa mı? Lekin şoq tetik. Bu yaxның hazırkı roy halde dal özünün aşı qıran vaqtlar, yani 18 yaş, 20 yaş yigitlik aşı davrlarga o'xshash yaş turalay demasman. Seniz usullu oynayatkan, qaçalı qarşı usul oynayatkan bu Adilcan aka. Sakrabda turvatkan. Sakrabda turvatkan. Şonlaşqımı bəzən bir vaqalar yüz berdi. Ay, nima Adilcan da var sizlarniki? Oldu bilan hocam. Oyma usul oynapmı? Yakışık oynağımızın iş vergenim var. Keyfiyatınız yaxşı vaqtida bir qaytadan qarşı eləyətməmsiz? Ey! Qoç otur ya. Belki ekran aldık dostlarımız kötünglar. Mana Adilcan hammamiz ekranlarda ko'rgandek shunchalik sho'x, shunchalik jushqin qiyofati bilan o'ziniki ijodiy kuylari bo'lsin, xalq ohanglari bo'lsin, mazmunli kuylar bo'lsin, har vaqt bizga nayt zo'q ato qilib bizning kayfiyatlarimizni to'xtamay yaxshi tanshab kelayotgan bizning eng talantli, hammamiz qoyil bo'lgan iqtidorli naqshchimiz. Programmamizga chin qalbimdan taklif etdim Aynab Adel. Başka adam qaylı olmuş, İsa'dan qaylı olmak bekler. Qaylı olunur resmen. Qaylıdan Xotangi bağa vaqtida baq qaylı olib ketgan ya men. İşte ya. Elqi bir mundaq bizni bir kutib oldinglar. Go'sht kebablar bilan. Go'sht kebab, voy Xotangi basan kebabli yeysan ki. Örümcek çıksa kutib olmaysiz ekansiz bro. O bayting haram bağdan chiqdinglar ya da. Pulni siz üstümündeniz. Bizning shirkatda yurgan o'sha. Ya sizinkini yeysan. Ma'qul bugun yeysizlar. Men ma'qulay bo'ldi. Demak shu vaqtda o'tkir. Adiljanlarning o'sha bir ansambl ketdi degina. Biz Urumchidan shu vaqt bir necha mehmon kelgan o'sha. Bular o'sha bir chiroyli bo'lgan bir chidirga bog'lab akirib. Qamchilar rasol. Adilcan akamning hamda yaqinda ma saroy mashrifidaymiz. Osh butun davlat aka. Siz vaqtlarda to'g'ri sayyoq bosingizmi bor bu naqsha? Mashinamizdami bor? Endi biz ko'nroqmi deyishili. Adilcan akam bir kona vaqtlardan tatib bir depamizm nima gaplar bor degiday. Shu. Zodi men shuni so'ramoqchi edim. Anglamagan gaplarni-chi? Ya ki Rasm deymi yo yasab deymi? Ya, bizim Amraq mashinamdik ma uçuruş programısı yasalımlıqdan xali. Beşdən xali dep anlağanman. Beş güzel buluştuk endi. Onda qo'sam men miladi 1992-yildan 95-yilga. Men 92 tug'ildim dedi o'xshab Ya, onda olsa ag'in bo'ladi. Degan ma. Ta'minot sodi maktabini bitirib, nima maktab ne? Ta'minot sodi maktab. Ta'minot sodi maktab. Buni kooperativ deydigan bir yer. Ha, ta'minot sodi kooperativi. To'g'ri. O'sha maktabda o'qib, men 95-yilda Qaraqashlarlik ta'minot sodi kooperativ ishga tushgan. Ishga tushgandan boshlab o'qishtirib kelsak shu vaqtda bizning yurtimizda to'y, вечерка, faoliyat, idoraning musobaqa degan avjiga chiqqan san'at gulinib shu ko'ktalga vaqt ekanda. Maktabda ozroq gitar chalishni o'rganib kelganman. Bundan keyin gitarni chaldik, to'yda birga chaldik, faoliyatda chaldik, ammo lekin gitar bilan bir faoliyat tugatib bo'lmayotganda. Shuna to'xta. Diyansini bir o'rganib baqayman deb. Shunga diyansini va o'ng tarafdan chalishni aspas biladi. Bundan keyin mening yaqin ag'inaga va sol tarafdan xashon qismini o'rgatib qo'ysam. O'rgatib qo'ydi 3 naqshiga. 3 naqshni ko'paytirib 9 qildim. Shuni bilan bizning kooperativda sen ba ayollar bayramida faoliyat olgan. Sizga kattimi faoliyat deb diyansini bir tutqizib qo'ydi. Mana 9 naqshni o'qibdim, faoliyat shunda unumli bo'ldi, naqshni o'qiyolgan to'xta. Men diyansini o'rganay desam, diyansini yo'q chatqanga. Shuni bilan bir boshqa bolalar desam, bamidida biz uchoqda kichik yem o'qitib so'yma bo'lgan ekan. Shuni bilan bizning uyning endi bir qatim bir o'ltirish oldida, bizning cho'ng bolalar muzikasini akaga men birga turib, kecha soat 2 bo'lganda tugdi. So'ng bundan keyin o'sha diyansini uyga akib qo'ymo bakam yerda boshqa dastlab qolamiz. Uchoqda o'zinglar bilsa, musikalni akaga vaqtda no'cha mashinada akib ketib qanchalik bilasiz yo'q. Biz vaqtda motoga besib, atorga besib, akaga vaqtimiz bo'lgan yezig'i chiqdi. U men ma'qul deb qo'shildi. Shu kechada uxlamay bir kecha diyansini chaqaman. Chaqandan keyin bu onam voy 5 minutda uxlasam olmamto deb shunda qaqshab ketgan. Ular meni o'tdagi ishtiyoqimga bog'lab shu vaqtda
96-yılı 4600 koyga 510 markalık Yamaha diyensin. Oo, 96 uçak bizim maaşımız 208 koy. 46 ming hesap geldi. 46 ming hesap. 46 ming. Biz men bir adliye sayfın ailesinde kelip çıqqan. Bizga nisbatan o 4600 ga az pul emas. To'g'ri. Ajoyib cho'ng qo'llashda bu. Cho'ng qo'llash bo'lgan. Shuning bilan o'ydiganlarni olib berganga tushliq men uguni deb, men kech kunduz mashq qilib, masalan yangi chiqqan nafsni ugunib, undan keyin yangi birini oldik. To'y turkildiga matqan bo'ldik. To'y turkilda 200 koy pul o'tdi. To'y qilsak, maaşımız 208 koy. Ammo atdigan soat 9dan kes soat 9 naqsha qo'ydik. Qanday to'y u? Qanday to'y? Xotin shunda to'y bo'lamda. Nima 9dan kech soat 9gacha? Qanday desanglar, atdigandan boshlab usul o'ynatqanlar yig'ilib turib maydonga. Ostida chasa qo'ymaydi. Bizga usul diska. Usul diska deb erlijiqroq o'ynayapti emasmi? Voy usulda boshlab yigitlar jiq bo'lgan ekan. Shuning bilan atdigandan kechki naqsha o'qiydik, 300 naqsha o'qiydik bir to'yda. Ovoz putib, ichilib, mana hozir qadar bizning o'sha yaxshi natijaga erishishimiz shu vaqtdagi ash to'ylarda pishgan natija bo'yicha. Ras. Ajoyib pishiribdi-ku, bir to'yda 300 degan. Atdigandan 9gacha qancha soat oldi va? Matematika 12 soat bular 9dan 9gacha. Misalan, atdigan soat 9da boshlagan bo'lsaqmi, 9dan 11-12gacha tush tomoqlarni yutib, tushdan keyin bir chap soat 4-5ga qiz yo'tkilib oldim. Bunda vaqtda yezib chiqqan to'yilda, o vaqtda diyansani ichiga may sog'ilibdi danglar. Mayni selib, ichki bola ko'tarmoqqa tayinib chemoq qilmasma. Bizni har kun ichki pul ekanga baqa qo'ymaydi. Uniga qiz yo'tkilib, kashk Bazı sen toylar mübarekten başka hamma muzikalar çaldı. Demek hem de xizmatlarni qilib bo'lsanglar, hem de idoradagi xizmat, o qanday xizmatdi? Mesela u yerdan bir kasbni tutdinglar, ya shu yerda shu ta'minot sud kooperativining bu naqshi musiqa ansambliga mas'ul bo'ldinglarmi ya? Endi men mushu o'qishib turib kelgandan keyin mushu naqshi musiqalar mushunda qo'llanib qilayotgandan keyin idoraning ashim sil degandek ma'naviy madaniyat ishlarini menga topshirdi. Bu men xalqlik paytda idora jamiyatining musobaqasida birinchilikni olib bersam, tashviqotni qilib bersam, boshqa vaqtda bak izlab kelmaydi. Azod vaqt edi u. Hali sizlar demak natijalik ish qildi ekansizlar-da. Birinchilikni olib bersam men qo'ydim endi. Demak shu birinchilikni elish jarayonida shu yer qilgan xizmatinglar bordi demakchi. Bor. Nima xizmat? Misalan keyin Suydaryoga o'tkazdik, masalan idora jamiyatida xor musobaqasi o'ydi. Mesela 50 amaçadan tazip üzem xorluğun ügütüp Uygur tildeki, devlet tildeki xorluğun ügütüp dirijörlükünü kıtım aldığı çıkıp Su idaresi zaten ne kızık yaptım deyip yemiş hadi. Biz keştim idarenin palitoada bir vakit uzaz bir krep çıkan desem makul deyip krep töydikiler. Krep nakşı koyutkan şak fakat xor musabıqsıda. Ben boşta ekip şak aldığı çıkımda dirijörlük pişketsem balam diytersem. Ben size bir içki nakşı oqamı gidesem ki bir müçe adamın aldığı çıkıp kağılı gitken kuçkaşan üçtü ödü çıketti. Kızıkarlık dedem be kızık çıktı. Onu kalkarım kalamaydım dirijörlük ne? Şu ben şu Çinjan'da bildiğim fakat çıkkılı bir bizim ataklı ustaz şu dirijörçüler vardı hem de sileni. Hocam çarşılığını ettip aşırı ne bunda. Öyle bu yan bek egzemez çavenin ki. Orundukta mıyla kapırdı tepesine çıkıp hemen. Göremeye kalmışsın da. Boy kaç adaş? 1 metre 65. Ya bu oldu o. Qanday bo'lmoqchisizlar? Sizday bo'lsam bu. Hozirroq shu yerda bizga bo'lmasa bo'lmaydi. Bu sho'xliqmi salbiy 15-20 sant to'lab ketgan bo'lsa. Sizlarga ish bor. Yilimi xeyli bir yalanni xeyli bir nim qilib ketyapsizlar Adiljon. Xeyli bir ish desangiz aka bir gap esim kelib qoldi. Mush deylaringizni ko'rgan aka bizjon. Bek ismli qag'ini bir arvada chiqdingiz, 5da chiqdingizmi o arvada? Undan keyin mashinami chiqdingiz saniga. O ma akam bo'ladi ekan. Yangiliklarni qilib deb ajoyib yarab ketgan-ku o'sha. Aeroplan bilan chiqdi men yaqinda. To'g'ri. Uni qilsa Adil sen qilsa uni. Aynan dedim-ku men. Aeroplan qildi bu. Buni jarayon so'zlashga to'g'ri keldi. Nima qilsanglar, biz ash xizmat chiqqandan keyin bashta xanim qizaq degan plastinga chiqadi. Ben alıqı diyansını uyangandan keyin to'y turkulni palyan normal uzatgandan keyin xela obdan chaldimdan nima qilsam bizni xotanga olsaqmi Beijingda ishgal turib kelgan bo'ladi ular jo'shir bolos chatdan muzikalarini vashchi chaliyotibdi. O men hech nima uqmayman ekan balning oldida deb undan keyin bir mazgil shu anaqa
chet el muzikalarni o'rgandik. Biz o'rgandik buni. Keyin ani o'rganib bo'lgandan keyin, undan keyin masalan restoranda ishladik, debalda ishladik, undan keyin boshqalar masalan mayli udar tempi so'lamto, muzikaning challenge shaklamto, ani yaxshi analiz qildik men. Mening xiyolimda bizning chet elning ilg'or natijalarini, ilg'or tajribalarini o'zimizga moslashtirib, tubski mana Hindistonga o'xshash, ular taglarini yo'rbatishda tubski o'zining taqodim bor muzikani boshlab chiqadi. Bir anglab boqmoq Hindistonning muzikasiga deb chiqarib gap. Shundan keyin mushu saroy mashribiga xolasanglar faqat muzik ishlaganlar bildi. Odat mushu dingo, bundoq ding qismlar kompyuterni ishlab qolgan, chilingan bas, tok gitar, sunay, sata, g'ajak, undan keyin mush chilingan barliq milliy muzikalarning hammasi amaliy. Shu muzik tatliq chiqib yemishadi. Undan keyin 2002-yil bu Abaldım xili bilimni yaxshi egallashgandim. Undan keyin odatda bir naqshni o'qib, o'zimning puroqlarga ekib o'qiyolgan holat ko'rdim. Undan keyin bizda chalamayotgan bolalar, unalg'ini chiqartgan zamonda o xili deyin chiqib to'xtaman, biday chiqib boqaymi deb shu shundan tirishib naqshni loyin qildik, naqshni ishlab xirim qilsak degandayni birinchi qatimda chiqardim. Chiqqaniga uning ta'siri nihoyat yaxshi bo'lib Zo'rxon degan naqshni berdi shu vaqtda. Qo'yning pochiqini tutib, uxlab qilib. U o'g'inib qolsam, qiz bolaning pochiqini qo'ldan komediyalik ishlagan ayni vaqtda. Motoyda bilaqa pasaliq yo'q tutgan, bunda dehqonlar orasiga turmasa ilib bunda ishlagan. Dadanglar. Shuning bilan 2008-yil kelganda uning oldida yarishkani qaqamiz jonlaqshib yani qo'llab qachimiz qo'llashdi degan naqshlar. Shu naqshim bek mandicha bazadim. Maqandan keyin to'xtaman bir tirish baqay deb 2008-yilga kelganda Qaraqash nomli bir VCD plastikamiz chiqardik. DVD menda paydo bo'lgan. Shu vaqtda masalan shu Xo'ja Abdurvoq So'ysan bulamdo zarlama u degan naqshni chiqardik. Taglar shunda Yevropacha yaxshi chiqdi. Yaxshi chiqib mushu restoran debal o'ynashni aytib bir o'ynashliq anglashliq naqsh oldi-da. Bu qolsam men yana mening maqsadim mana necha yil ichida o'zimning yaxshi bo'lgan asarlar orqali bir Shinjongni tunish arzum bor edi. Ko'k ko'tarish arzum bor. To'g'ri. Men o'ylagan nishonga yetolmadim maskanni qilsam. Oshnami, shuni bo'larmi shunchalar? Jarayon bor deb yozib. Shuni bilan to'xta. Abdulla akamning naqshini nima qildi? Mo'minjonning naqshini nima qildi? Abdulla akamning masalan o'lmas naqshi emas. Masalan Dolan, Samo degan naqshlar masalan o'lmas asarlar yozilgan. Men nima qanday bir ishni qilmayman deb o'ylab men bu 2013-yil bir kechilik qilish maqsadida men shu 2 yil tayyorlik qildim-da. Vaqt kompyuterda o'zim muzik ishlashni o'rganib bu jazman gap men analiz qildim bu. Jazman gap biz xalqning ko'ngliga yoqish uchun jazman gap xalq naqshini bo'lash kerak ekan. Undan keyin dutotam bo'lgan naqshdan bo'lash kerak ekan. Undan keyin masalan DJ sho'x naqshdan bo'lash kerak ekan. To'g'ri. Undan keyin 80-yillardagi asl xarakter naqshdan bo'lishni aks ettirgan asosda 2013-yildagi naqshchilikni qildim. Masalan bu ham olgan saroy mashribi. U bektab deb. Undan keyin juvallarmi shu ras. Juvallarmi shu. Undan keyin lirik naqshni masalan baxt tilash bola bo'lib yondirgan javobin qini. Lekin bularni marasi anglabdi madash. Kechirgunamini. Mangacha anglab qo'yman. Undan keyin xikal amrog'im deb undan keyin shu vaqtda men ta'ziqana Hindistondagidek shu vaqtda 30 qiz bola naqshini keyin turtgan 30 o'g'longa keyin turtgan shu vaqtda ochiq bo'lgan. Undan keyin yana bir yangilik ochiqmasam bo'lmaydi deb shu vaqtda saniga pochani bina haydab ochiqqan. Shuning bilan bu saniga mashina ochiqish bizga beshimiz bir tog' tushdi-da. Albatta biz butun palampay bo'lgandan keyin bu qanda ochiqga deb o'ylayapman. O'sha ekib ikkidan cho'ng taxtayni ekeldik. Taxtayni ekib mashina ochiq bo'lgandan keyin pochaning tegi pastga emasmi taqishib oldi bu so'g'izga. Undan keyin 100 dona qish ekib besib oldiga saniga shunda haydab olgan. Endi balki mushu Odiljon aka bilan tatib oldim. Mushu demak sahnaga u mashina chiqish hozir xeyli cho'ng bir mushu maxsus san'atga yoki shu nomerga munosabat bo'lgan davjilarni chiqishdan biz bak qiynalamiz-ku. San'atchilar bil. Men mashinaga kelgan vaqtida bu chort portli bali gap qiynalish. Am mushuni chiqish orqali, mushundaq bir shaklni qo'llanish orqali siz nima maqsad yetmoqchi shu yerda?
Bu san'at degan davomli yangilikqa muhtoj ekan. To'g'ri. Undagi mayli muzika jihatda bo'lsin, naqsh etish uslubi jihatda bo'lsin, uningga masalda kiyim-kechak, masalan, usul davyandan tortib urlashtirilishi, san'atning bizilishi sil deganda bayam davjilar orqali bu boshqalar qilmaganini biz qila olgan vaqtda, bizning belgilik farqimiz o'tgan. To'g'ri. Kechilgan adаш balkim ba'zilar qo'llabmi ko'rishi mumkin, yana ba'zilar DVD dedim adashdan keyin, Amma mashina chiqini qara deb bo'lsin, yana ko'rdi shuni, shundaymi ya? Bir yerlar haqiqatda qiziqtirish. To'g'ri. Ashtaylar degan Ahmetcan gitar ustozning naqshlari bakjiq. Shu vaqtda qiziqam deb edi. Biz aslash xarakterli bo'lgandan keyin deb mana qaraqashdan Ahmetcan Mamtimi qaraqashdan. Ahmetcan gitar shu. Shu boshqalar siz Akukumo familiyangni bir ekan deb so'raydi. Degandan keyin Ahmetcan Mamtin bizning ustoz xarakterli san'atkor. Bu Muş 80-yil 90-yillarda muş gitarda davr bo'lg'uchlik chelish marti bilan hammalarning cho'nglarning, yoshlarning, kichiklarning hammalarning qalbini cho'nqur urnagan. Chunki u akamning ahvolini so'rasam, shu sog'dashib emasmi hozir? Viloyat turadi. Ahmetjon shu yenib kelib kichilik to'sib to'xtamay gitar chap, mashq qilgan top. Masalan, nima yangi naqsh chiqdi, uni ijodiyatlarni qilib, bu oram olgan inson bu kichik 20 necha yoshda tunilib bitishgan tunish unda 10 gap emas, to'g'ri. Onun aşo moda olan naqshlarda mesela muhabbet bar naqshamda, saçlarım, sahnedeki ay. Sahnedeki ay qaysi oldu da? Köydümde sen. Bu eşi deyme. Şu vaqtlik bir doğuq cho'klaydigan chiroqlar vaqtda da shan. O'zidan ustozlik naqshlar o'qigan. La ya la kinoning naqshini o'qidi endi sana ajib tunlanmay. Undan keyin o'zal muqomini gitar bilan bir chag'andan keyin cho'nglarning muqayligini qo'zg'atdi. Bu çağa vaqti mazmunda o qazan çelin şeklinde bir nayt murakkab chaptigan shu vaqtda. Hozir gitarchiligim yo'q yuqori saviyada chatgan. Biroq mush gitarchiligim yana bir tavsiyalarim bo'lsa, chatning ilg'or bo'lgan bilimlarni o'rganib bo'lgandan keyin o'zimizning shu muqam, xalq naqshlari bunda jihatga asarlarni mush gitar bilan, yevropachilik bilan chap mush xalqimizga sunsa, jamiyatga sunsa degan umidim bor. Sizlar bakcha o'tisizlar odash gitarni. Sizlarning uslubinglar, mush tutush harakatlaringlar, mush naqshlarni Ahmetjonniki shu ayni vaqtlardagi kuylarni o'rilishinglarni qayta ijro qilishinglarmi bir hisobda shu Ahmetjon gitarga nisbatan bir hurmat bo'lsa, yana birga shuning izini bisvatgan havaskorlar hisoblanadi shundami? O'chamaslik. To'g'ri. Men bayan degan o'qigan naqshlarning hammasini o'qidim emasman. Men plastinkasini ekib qolib Ahmetjonning o'qigan shu vaqtdagi hissiyotni o'z ayni emasligicha. Navotman Ahmetjonning naqshlarimda chap brain xato chap qolsam, shu davrdagi tang yoshlari xalq naqshi o'sha naqshlab ketildi-da ular. To'g'ri. Kam meni xato chaldingiz. Ahmetjon munda chatdi deb bizga o'zibdi. Chatto. Shunda bir nom mesela sendeki aynı okudum ama saçlarını okudum ki MTV işlepçe. Mesela muhabbet bar naqshamda ko'zim tushdi, zar bo'ldi degan naqshamni chatni o'qitdim. Shu vaqtda chap boshqalar olib Ahmetjon bilan chag'ammi? O'xshabdimi men unda. Uniki men usulning nimasimi mesela Sharafat Rahman 30 yil burun o'ynagan shu usulga. Mening kechiligim yana 20 necha yildan keyin o'ynada shu sendek aydigan naqsha. Aşının məsələt elə məsələn bunda çağanmı, məsələn yəni çögülüşünüz neçə bapaydı, aşını dağıtıp beni sorayman. Çünki biz öməkdə işləgəndən mana bir xil shu naqshlarni qaytada o'qish bir hurmat bo'lsa, yana bir tarafdan hamda men dedim hozir Ahmetjon gitar degan san'atkorimiz mening yeshimdagi bolalarga nisbatan notunush. Lekin siz o'qigandan keyin voy bu Ahmetjon gitar degan odamning naqshisi manda naqshlar bor ekan to'xtalib sizni o'qishingiz orqali qaytadan bir tonib Ahmetjon gitarning qanday odamligini umi bir izini o'chirib qo'ymaslik. Bir Ahmetjon shu vaqtda Hindistonning Shanghayning kinolari bek modaga emasmi? Modaga iliq bir kinolarimiz bor edi. Chashmishada qolib qoladi. Mana bakulni kishi bu net qoladi shu. Iliq o'yinchilarni ko'tarib olamiz qo'y. Gapni bak deyishib ketdik. Bir o'qapamsimi mashinalar? Bor. Chalimiz chalimas. Chasilibdi. Chalay. Chalibatdi. Achavatdi. Katta. Ne bor chalay. Achalar. Manda. Yok arkadaş. Acayip şurada bu. Böyle başında bak çıktı ya. Şak. Şak. Zar buldum senin aydek yüzünge. Zar buldum senin kuma közünge. Zar buldum senin aydek yüzünge. Zar buldum
senin huma közünge izlersen buldum adovet kilime buldum dünyamen izlersen buldum adovet kilime buldum dünyamen. Darvaslat kesin. Yani çalma. Katta. Ocha o'zimda. Shkola qachamiz. Voy bak kayfiyat qitqaz. Ha. Bila. Hey. Ha. Ana opmiga. Ver. Ha. Mamiga. Hey. Vadiski sahlet. Maşallah. Başka göz mamacını çoğaltırlar. Kattır. Derizamdın marayman ayga qarab akşamda. Derizamdın marayman ayga qarab akşamda. Sana kuygeç amrığım muhabbet barın 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 akşamda. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey! Rahmat. Qanaqa o'zgar? Acayip, acayip. Su çıktı söylemedim. O adaş bu resmi su çıqqıdek qilmoqchi ekan. Mashinamiz qarab boshqa mashinalarning ko'zida o't chiqdi ham bo'ldi. Ekran oldidagi do'stlarimiz shu davrlarga qaytdi hozir. Ashunda bizning davrlarimiz bo'ga o'tkir. Voy aka. Havas qildim juma mashinaga. 80'lerde bir qaynoq hissiyat bor. Vashiyada. Yovaylik bir sanki etib turtgan. Ras. Bunday hissiyat bor. Shu 2013 kechilikda mushunaqa chiqqanda asli Mamajon bilan Kilang do'stlarni birga o'qitgan bo'lgan. Biroq men muzikaning nochiligini anglab Mamajon chidab turmay, bo'ldi mami chiqqan chiqib salik chiqib birlar keldi. Hayajon mana. Keyin birga o'qib qilyapti qashana night iliqi chiqdi shundami? Shu. Hozir men aqid ishkanlar qanday afsularni o'ynayotganini bilmadim. Ana yaxshi aldan aldım qaramaydi. Bexatar mashina haydab turganmoqdi. Krasningdan kirib oldi. Qamroq mashina program ko'rayotganlar lekin usuli tushib ketdi menimcha juma. Mashin mushta olib ketib bordi. Ay lekin men derizlar to'rilishga, to'rilishga o'qilyaptimi? O'rdan sataman. Bir san'atkorimizning mayli u yoq yuqori qatlamlik bo'lsin, tuvan bo'lsin, o'tirdik bo'lsin, bir bir fursati bo'ladi ekan-ku, bir naqsha adam bir naqsha. Ha, to'g'ri. Aş bir naqshda qolgan naqshani so'rab menga deydi. To'g'ri. Saray Mashribbek. Ey, nega soyatki, masalan biz ishkirlarga bak o'zimizning davlatimizning go'zal joylari bor ya. Bakchiq barimizga da sizlar borsizlar. Nega basana sizlarning naqshanlar. Saray Mashrib o'ynab ketyapgan. Odatda muzikalarni ishlasam, usul muzika. O'zim o'ynab boqib, zot usuli tilamda keladi. Udarni mushulgacha o'ynab boqib ishlayman. Mana bunda yana bor. Shunga sizlarda tushgan odam. Oy, ish qilib o'ynab ketamiz. Bundan keyin bitki ta'sir qo'zg'andan keyin men ko'nglim yana qanoat hosil qilmayman-da. 2013-yilda o'sha Abdulla akamning qilgan naqmaydan naqshchilik menga bek ta'sir qo'zg'adi. O'zinglar bilasizlar, uning oldin biz yo'lda yiqib o'ynayotgan. Chunki xo'tandagi bolaning to'lisima, masalan, ichkari bir vaqt tug'an cho'ng ustozdan cho'ng san'at chetlarga chiqqan bolalar borcha. Osh bolani tashkil qilib 12 muzikantdan tarkib topgan bir yo'dini qurib, 2016-yilda o'sha Urumchi televiziya stansiyasida naqmaydan naqshchilik o'tkazdim. Bunda gap bamiyada. Shuning bilan bu 2 oyga yaqin paylian qildik biz. Chunki biz paylianni eng yuqori talab bilan qildik. Chunki har bir muzikant jazman gap shu 16 naqshini yodiga bilish. Kerakcha CD holatda chala oladigan holatda chiqqan. Chunki biz Xotandan chiqqandan keyin Urumchida eng yuqori saviyada uyon qo'yildi deb bu odillar masalan
ilk dostlar raqobatda bu raqobat olmasa to'g'ri harakat olmaydi. Mo'minjonlar ma'lum sen bu bilesab qilmayotgan bu. Biz asosiyatda masalan zalni satib oldik, uskuni zo'ladik. 20 necha odamdan kiyib chiqish kirib 5-600 ming pul ketmiş bir kechadan o'zgacha. Toshda tip topgan pulinglar. Buni ham yo'l qaytarasың, o'tirib so'g'andi. Bunda Prado'ni pulini menda xajvatdiqda. Prado'ni boshqa mashinani go'shtidim hozircha. Mayli, shu, to'g'ri. Shuning bilan biz mushu nahmadan kechilik qilishda 2 oy bek jafomni tortdik, kimshak uyon qo'ydik. Bu naqshlarnimi biz jazman gap mushu milliy muzika uchun kurash qildilar degan ong ideya bo'lg'achqa, buningki 16 naqshning udarlari o'xshamaydi. Ondan keyin masalan buningda mush bolos udar bor, ondan keyin masalan 8 dan 5 udar bor. O'ynang ha, o'ynang ha. Degan bunda udarlik naqshlar bor, tojikcha udarlik naqshlar bor, ondan keyin samo udarlik naqshi bor. Mush Ahmadjonning temposidagi naqshlar bor. Yana 8 dan 6 naqshi bor. Eşka bu udar şekli özgüçü boğan, parlap çıkılıp tutkan, bu müzik etirdekiler özünün marifetini tutup gösterilitkan 16 naqshini tanlap biz bir keçilik ötküzüp bunu tordu taqatkandan keyin bu bütün Şinjan emasmi, ishkirdim boshqa yerdagilarmi nayt yaxshi bari bor. Bak yaxshi tayyorlik qilsizlar. Endi biz xo'tandi bunchalik muzik chalaydi qilib bot deb o'ylamagan deb ashta degan. Buning masalan gitarga eng yaxshi o'g'il masalan Asqar Aziz degan bolalar Beijingda yil turib Asqar qo'llangan bilan muzik chapgan bolalar. Asqar Muxtarmi o'zingni bilasiz, yaxshi ijodiychi kompozitor. U milliy muzikaning ichida hammasini chalib ko'rsatib tamdi. Voyaga yetkazib chatib. Mayli dumboq olmasin, mayli bas gitar olmasin, milliy muzikaning eng yaxshilarini topib bak mashq qildik buncha. Mashq yaxshi bir unum ko'rishdik. Uningdan keyin men yana to'xtab qolmay, men 2000 bayamalikqa ta'minot sodi kooperativ ish qilishdim-ku. To'qchilik qilayotgan vaqtda. To'qchilik keyin taqa. Voy kamidikmi ega? Hozir suvchilikdan o'tkitib bo'ldi. Suvchilik ketmiz hozir. Unda qivayshim achchiq og'inamsin. Shu zamonladimi? Haliqa idora jamiyatining musobaqasi bu ma'naviyat san'at bek gullangandan keyin bunda biz adamlar a'tolikda shu vaqtgacha. Hozir biz qadimda qilmoqmiz. Yo'q. Voy. Men deganda mehmon qilaydi. Biroq kechikib qoldim adash, unda demanglar. Shuning bilan meni so'ydarasining bir faoliyatlab, aşağıda shu vaqtimda davlatlik naqshini 20-30 naqsh bildim men. Bir mehmon kelibdi, hechkim hammasiga o'qib bersam, voy bo'ldim, ma bo'ldi, bugalda o'tkab ochgan idoraga deb bir kun ichida rasmiy o'tkab so'ydarasiga chiqib ketgan. Fursat mana. Ha, fursat mana. Shuning bilan so'ydarasida 6 oy ishlabdim. Ondan keyin men Delhiga o'sga, shu Beijingdan Gojan yavangdan adamlar kelib, u yerda men bir muzik chap soldi, shundan Xotenga o'tkab apkasim babalni. Nech pul uskuni biz apronlar. Da menga shu vaqtda Diyensangning eng ilg'or yangi shanshabi ilqi shayshang apratlarning eng lochirini appagan. Mana shuning bilan Tokidarsda ishlab qoldik. Tokidarsda shu 99-yildan boshlab ishga turibdim ekan, 2014-yilda ishladim. Endi bu Tokidasi ishlagandan keyin yana shu ma'lum madaniyat xizmatlarini tajriba qilganlarni mashina qildim. Endi boshqalar meni oyaga ishlagandan keyin haliqa to'kulaytgan, to'kchilik deb bunda o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Saqqa mashta o'ylaydi, men degan. Mashinamning to'kuli chiqib ketdi. Ba'zi ag'ilib chaqchaqib qilib, minosdan pul suhbatgan to'kchi bu. To'g'ri. Amaliyotda u kasbim bir o'qish, nima qilish kerak. Biroq 2013-yilga kelganda mana 2009-yili mana bir taqa nimaning Gondiansonning top punktning boshqa qilib qo'ygan edi. Ha, ma'qul. Shuning bilan men uyg'unib baqay bu kasbni to'xtab qilolmay qolish yo'q ekan deb. Men jazman gap shu tuanligicha birab, dehqonning uyigacha birab. Masalan biz xalqqa yo'qlik yetkazib qolish o'g'anlik bu yaxshi kasb. Masalan doktorni o'sha qilib bergandan keyin dehqonlarchiga xushonlikni ko'rsangiz o'zingizning qilgan xizmatini rozi bo'lib qolasiz. Boshqalar haliqa tokchi o bu deb nima qotib, buni haliqa xalqni rozi qilgan yaxshi tarafdir. Uning bu xatarlik kasb qo'dash birli tepadigan bo'stok. Uni to'ng alg'madasin bayachini qilib tatitgan o bo'shlikdan tatib, birini ugunib, ash xaritalarini siz qilishdan boshlab bugunga. Men tirishandim shu vaqtda. Rost, qo'l qo'ydim men jamoatga. Aqchan bir turk chiqib baqqanmi deb so'moqsizlar. Shu men uningga chaqqan. O'zinglar kichik o'qan. Chimongdan chiqdingizlar. Chimongning bir nimasi bor, Juma Adiljon degan. Bunda qaranglar, choch posollardan tatib mo. Beshinchi qadamga chiqqan adash-a.
Çıkıtsılar, kömüdümle der. Bakın öyle kımında Joko desep çıktı mesela olan. Vakt dese. Çıkmak asanken düşmek derdi ki orada. Çıkıp düşemegen bu da ahvalım var. Şunda işlep ondayken muş Goja diýanlar her ýylgy çoň bir palit öýdi. Mana. Mesela bu Şinjan üçin ötküzütkan, Işgir Şibi üçin ötküzütkan, onu bütün Jungu üçin ötküzütkan musabaklar. Ýani ýötküldi eken. Ondayken Tokçular marşyda bir marş işledim ben. Bizim kaydı tüzümlü bizim jingliş tekst qıp yazdı. Ondayken ben Tokçular marşyda bir marş işledim. Bu naýat Jangwar çykkan bir. Mana. Nakşı bu. Şonundaki 2013-yılın nakşçilikimde bu Sendet Mekke'de ayollığa erligi bütün kalpakını giyizip Tokçuların kimliğini giyizip Tokçular marşyna oynap çıkansın. Mana. Qalpaq. Mao diýen nime diýmez desem, ötkör mana bu aýny wagtda Adyljanга non bergen kesipler aşlaşıçı, soýdarsy, tokidarsy. Demek bugünüki kelge wagtda Adyljan ýene özüniň şu burunky kesbige hörmet ýüzüden, hani şu kesipniň symasy bilen ijadiýetini çıkarıp naýtdy, alkışlangan şundamy? Çünki aşy tokidarsy bolgan meniň mehir muhabbetim bar. Misalan biz bu toy qymyga wagty bargan, meselem hyzmatdaşlarym, menden çoňlarym biziň kanda adam bulaşyny, kanda adamçylyk kılışdan başlap biz jyk terbiýelige ýerler bar. Ondan keyin o biziň idaranyň täminat mukapatlaryny ýaxşy idi. Misalan muaşdan siret ýylyň aýygy 50-60 ming mukapat öýdi. Çawşynyň kalary öýdi bir tkan. Ya gürüş kiyim keçek, danlyk marketingasyny hemmesi bilip durdy. Şoňa kıran kiçilikler ha. 5-600 ming da kömdümle dep döwetdi onu. 5-600 ming. O kekeken ma Bırak 2014-nji ýyl aýşynda bolgan meşhur programlaryny ötközemezman ötközgenden keyin bir muzik, usul muzikasy işletip kaldım mesela 100 ming kötärde işlep berdim gitçe. Manda gep bar. Ben keçilikde qıp bolgandan keyin bizning naýymyzym ýoklygy mында bir balwa mында qıp dikendigen. Sorap baklanlarga ýötkülişkin makul dese, sen de Mekke'ye kep işle soýgan. Bu mana kara. Üzüksiz üsü atıda hazırcı. Sen de Mekke'ye boldu bu anda. Şunu bilen meni qichitib albatta shu jicha. Sen qildirib meni chaqirtiribdi. Aşın nimde anlazdыр qichitib. Xotanchi deb. Yerlik deb berdi. Shunay. Şunun bilen sen Muş diýeli ýoňsy sizge ansam maaş mukapatlaryny ýokurken, miýa gelseň ziyan tatsa, miýa mukapat tutgan binasy ýok. Kelemse depdi men senetki bu otda iştek bogaçka. O pulny maaş mukapatlaryny berne karat bolmaý ýetkilip keley. Da meni götürüp geldik. Şundan keyin Qaraqaşnaýlyk Senat Mekdişki 2014-nji başlap işlep iqtisadym zor derece çekindi. Ondan keyin mesela çoğ eserlerden mesela. İşte ondan keyin men özüksiz tirişip Senat Mekke'nin üzerine to'liq jary qildi. Qaraqaşda köýletgan mesela döwlet tilidagi meýlidim oýda bir naqşy işledim. Bu Qaraqaşyň hazır körnälik naqşy boldy mesela başga ýerde meyman mesela Qaraqaşga kelgen meymanlaryň hemmesi muş naqşyny Qaraqaşyň bütün mesela tekstide Qaraqaşyň muş tığsy mesela messuatlary, yemek içmeki, milli tebabatları tat hemmesi ki güzellik bu naqşyny özünçe. Bu naqşy qıldyk. Ondan keyin üzlüksiz alda şu näq meýdan keçirip ötküzüp bolgandan keyin ýeňi däwer, ondan keyin ah ýürgüm, külgine, saçlaryň, ondan keyin metiz meşrepini işledim. Metiz meşrepini başkıldan bayan degende parakly kılıç üçin 80 dana halk içindeki el nägmejiniň birini ýygyp kiyimlerini bir xil kılıp, kadimi qorodun bir sabazyn Qaraqaşda. Kadimi saklap bolgan bir qoro. Aşaýga açyp ondan keyin bizning ümekden 30 ýakyn usulçyny açıp aldı da toğuzap mı şu metiz meşrepini naayet ölçenlik bolgan kadimi nusxada bir surat gelip oldu. Bu naayet çoğ çıkan bir eserli oldu. Bu yakından yak çıkan eser mi? Yakın yak çıkan eser, sen Ponyocan'da gömmeyenlik okumaysan. Yok ben sizlerini koydum. Ben Ponyocan gördüm. Muş Xotanchi gapim bek çıraylı kaldı ama. Şunu mesela bunun bir ikisili şu bu işi öyle dağılamsa bizim azırak bir buto dep ditto dep bilip olaylı. Xotanchi bu nakşının kimi dövlet tildikisini tayak oldu. Mesela saray meşrepini dövlet tilini aylandırgan diken memleketimizki hemme millet mänisi bunun mänisi düşenmeýe oynagan bolsa azyrlyk mänisi düşünüp oynaydigan boldy da. Kinan metiz meşrepini tayak oldu. Onundan keyin yani men usullyk nakşylygy epin bogaç, hem hakly ýok togaç, men aýdan nakşy okuýdy dep bilgeç, meşrep oynaltymyz ýene bir nakşyny
Bu mu yakındakisi o? Ha, bu mu yakındakisi? Bunu mu çıktı mı? Qarqashning cho'ng bozori var, dehqon bozori. Aşağıya cho'ng karvat sende bir niyası bütün dehqonlar etrafımızda o'rab turiblar. Ko'rdim, Billi o'ynag'liq, tepsida osmonda xon paydo turadi. Elib bek o'lchamda chiqqan MTV bu. Komediyalik ham yaxshi chiqqan. Nerede qoldi qo'y. Mush sahkamni shu uchrashimiz ekan. Mashhuriyat bo'lib meni bilib qolgan. Magazindan chiqib ishni qo'ygan bo'likan bu. Mashina so'g'rak bu sahkam. Mashinani o'ltirsan kendi kichik chiqib bugun bilmay qashig chiqdim ekansan va mush xotanchi shivida naqshini bakchiq o'qidingiz aka. Ha, biroq biz odatda men xotanchi gap qilgan bilan biroq men naqsh o'qigan chog'da, xat yozgan chog'da jazman gap o'rtaq tilda ashuncha yozimiz emasman. Men ash bir naqshingizni anglagan. Xenim Xenim qizchaqmi? Yo'q, yana bir jo'rla, nima? Juvalla. Juvallada xotan shivis badek his qilmango. Ba? Shu naqshin deyman. Men bilan o'ynayotganning qasi. Shu maldek yargan. Shuni mi o'ynaydigan desam ya patmayotganda bu nima ish desam o'ynaydiganing bash bo'g'im. O'ynatqining. Bo'g'imsanni shivi bilan qisqartgan gap. Ay 4 bo'g'im kerak ekanda. Mana. Bu nima ish qilsanglar shu vaqtda bizning yerlik aldag'imiz bo'ladinglar. Shu alqisir panchab o'qildi ekan. Men bilan o'ynayotganim qasi. Bunda o'qiyotgan naqsh bu. Endi ma gapga bir gap qisir to'g'ri keldi. Misolan xenim qilsaq degan naqsh bor. Ma'limizni o'tdim men xenim qizchaq. Shostanga atlasmay xenim qizchaq. Bunda o'qildi. Men o'zgartdim. Asab dutat olganda Anladım bu xenim qizchaq, gulangdagi xenim qizchaq. Bunda o'qigan naqsh ekan. Unaga "Shammisan qarab baxin." Xeliq naqshini isoq qilgan. To'g'ri. Ben anında aylık abayqı bunda anlagannikida qo'polroq ya o qizlar qochadi ekan. Shilab ekanimiz bor. Isloh qilgan naqshining birini qo'yay, amsa qo'yatdim juma. Chelivatdim. Gapni gap qilsa? Gap. Asta. Cemuzudun aşdal gapni gap qilib. Bu qanday qaraqada? Juvalla. Hey! Chiqmadimi mashina? Chiqdi deyman. Gelib ketami ya, uyga qolsa. Yag'achak. Mana kim qoldi? Mana. Bizning darbiy bolalar shag'al. Vicdan yıkalandı halim etken cuvalla cuvalla Vicdan yıkalandı halim etken cuvalla cuvalla Var uyan ne oyna bulup harim etken yugalla yugalla Var uyan ne oyna bulup harim etken yugalla yugalla Bengin okumari nasi, nasi Başta boydan diye Ben bile oynayakının kasi, kasi Oy ben hey! Seklep oynan oynan Şoklap oynan Yeşilip oynan Oylap oynan oynan